Assalomu alaykum hurmatli mijozlarim. Bu qator kranштейnlarni yangi kompartiyani arzor qilib o'tkazamiz. Uyiga qo'yiladigan kranштейnlarimizdan ana bu 43 gacha ko'taradi. Mana birinchisi kichikroq varianti. Hammasi bir qator arzor qilib o'tkazamiz. O'tkazmasdan tomosha qilib turasiz. Bu sredniy varianti. Bu juda mustahkamroq bo'ladi. Unga nisbatan sal kattaroq varianti. Har xil burchaklarga qo'ysangiz ham bo'ladi. Uzunasi ana shunchagacha uzun bo'ladi. Har xil tomonga aylantirsangiz ham bo'ladi. O'rtasidan ham buklanadigan bo'ladi. Mana bu ikkinchi sredniy variantimiz. Endi bunisi boshqacha temada bu. Misol kattaroq variantimiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham mustahkam. Har tomoniga qayriladi. Razmeri 50-55 razmergacha bo'ladi. Bu issiqda ham aylanmaydi. Ana bu televizorni ildirib qo'yiladigan. Oybek aka shu oxiri shu moshinaning domkratiga yoshar ekan, ha? Damas'ga yoshar. Endi ana bular обычный. Devorga primoy ildirib qo'yiladigan, ana bu 32 uchun 43 to 100 razmergacha kranштейнlarimizdan bor.